alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Besterman. Bugun biz Gemini ilovasi rasmiylashtirishni o'rganamiz. Buning uchun biz unga prompt yasab berishni so'raymiz. Avval masalan har xil rasmlar bo'lishi mumkin. Preview masalan deylik futbolchilar rasmi kerak. Masalan bitta dunyodagi eng zo'r futbolchilarning bitta komandasiga olgan rasmi kerak. Biz uni yozamiz. Masalan, salom Gemini yozamiz. Keyin yozamiz menga dunyodagi eng zo'r futbolchilardan tuzilgan komandani rasmi kerak. Uni yasab ber deb yozamiz. U men yasolmayman deb yozadi hozir. Mana bir deb yozdi. Nimadirlar. Xullas Gemini yozishcha qilolmayman deyapti. Hammasini o'qitsa o'zi bilasizlar. Uning uchun qilolmasligini hamma biladi, lekin albatta qila oladi u. G'alati gap bo'ldi. Biz undan prompt so'raymiz. Unda prompt ber deymiz. Mana xullas shuncha prompt berdi. Va rahmat deb qo'yaylik hech bo'lmasa. Rahmat deb qo'yamiz xullas. Mana buni kopiya qilib olamiz. Hammasini olamiz. Olmay qolyapti. Olamiz, kopiya qilib olamiz buni. Mana kopiya qilgandan keyin mana bu yerda chiqib turibdi. Va yangi oyna ochamiz. Hozir qotyapti. Albatta uzr. Mana create image deb qo'ygan bo'ladi. O'shanga emas promptni tashlaymiz va u boshlaydi. Mana boshlayapti, hozir ishlayapti. Mana hozir rasm tayyorladi. Mana rasm ancha zo'r chiqqan. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like va obunani bosib qo'ying va bunaqa videolar chiqishi uchun like ni ham kommentga yozib boring. Xullas